Assalamu alaykum, suyumlik dostlarım, yaxshi turdinglarmi? Bugun azroq o'rtoqlashaylik. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 1945-yili qurilib, 2018-yilga qadar 193 davlat a'zo bo'lgan ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida yilda 500 dan ortiq yig'in o'rinlashtirildi ekan. Bu yig'inlarning ichida qarallik yig'in, anakin qaralsiz yig'in deb ko'p xil yig'inlar turlarga ayrildi ekan. Anandan kishilik huquq tashkiloti, u bular qatnashadigan ayrim, davlat bexatarligiga qatnashadigan yig'inlar ayrim, masalan, davlatlar bilan qatnashadigan yig'inlar ayrim bo'ldi ekan, qarallik o'tkaziladigan, ba'zan tashkilotlar bilan o'tkaziladigan mundaq yig'inlar ayrim bo'ldi ekan, har xil yig'inlar bo'lib turdi ekan. Ammo har qatim yig'in echiladi, qarallik yig'inlar, shu yig'inlardan keyin jidal majra faqat to'xtamadi Uyg'urlar orasida. Dünya Uyg'ur qurultiyi har qatim qatnashidi, yig'indan qo'g'lab chiqaribdi. Yig'inga kirgizmadi. Anandan keyin Xitoyga mandaq bilet tashlandi deb o'ltirib, u davlat bu davlatlarni tillab kelayotgani biz uzun zamonlar bo'ldi. Bu tugmadi. Yig'inga ular qatnashidi, perdening orqada kelishimlar ular bilan bo'ladi, lekin jidalni Uyg'urga tashlab berdi. Men yaqindan beri har xil jidallar bo'ldi. Anandan ba'zilarga aralashgan bo'lsangiz, manda bo'pti, anda bo'pti dedi. Anandan men hech qanday inkos bildirmadim. Sababi men ashuni asli tipli o'tay deb o'yladim. Mesela yildagi her vaqt bo'layotgan mushu yig'inlarni 2018-yili 4-oyning 27-si 5000 kishilik namoyishini nayda dağdığılık shu o'tirg'i tashladi. Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi. Onalgi men aktiv ovoz qo'shdim. Chunki shu vaqtida 5000 kishilik namoyish bo'lsa, zor natijalarning qozondiganligini naydi köpüp turib so'zladi-ku. Amsterdamdagi qizil gullarni tizib turib, bir efendim boshchiligida tang ashaladi. Shuni chaqiriq qilgandan keyin biz ovoz qo'shgan. Ondan keyin o namoyishga bordik. Borgandan keyin namoyish o'tkazildi. Ötküzülgende voy işki Xitay bu namayişini buzmakçı oldu o bu dep. Aşağının özde yandakilerden sordum da bu namayış degende uçuk aşkarı çağırıp durup uçuk aşkar orullaştırılgan namayış dursa. Nimeni buzuydu bu namayışı hem işki Xitay kiripti, işki Xitay mında qıptı dep. Ya işini akıvanca nimiş oldu onu özünle cevap versenler bulduk ha? Aştaq oldu. Her qıtımda. Meyle Türkiye'de olsun, meyle nerede olsun, vay Xitay'da olsun adam çıkıp namayışını buzmakçı oldu. Vay anda koptu, bunda koptu. Bunda oyunlar degen çeksiz misal qəbbəsik. Onundan keyin sual qoyğandaki la vay tıllaş degen tıl ahanet yığıp ketdi. Qini 5000 kişilik namayışının ki neticesi deb sual qoyğandaki la bu jidal şunçilik bir şəxsi cidalga her xil aşu turmuş hemmini qo'shib o'ltirib shundaq bir jidalga aylanib ketalaydigan uni bildik. Bu 2018 4-oyning 27-sidagi namoyishning umi bir qarallik shu vaqtlardagi aşı kishilik huquq o bu degandek ashtaq yig'inlar bo'lish oldi keynida shundaq namoyishlar o'rinlashtirildi ekan. Chunki endi deydi maash olgandan keyin cho'qim bir faoliyat qilish kerak-ku, shundaq-ku. Onu hemmimiz bilimiz. 2019-yili 6-oyning 25 kuni BDT'ning 21-navbatlik kishilik huquq kengash yig'ini o'rinlashtirildi. O vaqtida o yig'inga Qo'rchoq rais demdik, Qo'rchoq muavin rais deyli, Erkin Tunyaz kep qatnashdi. Qatnashgandan keyin voy namoyish qilish kerak. Voy anda qilish kerak, bunda qilish. Jiq xalqning ovozi bo'lsa,
Aşı erkin dunyozni yig'inga kirgizmaslik kerakdi, u bu degandek ashunday ovozlarni chiqardi xalq. Xalq tarafidan, ha? Ular o'zini kadr deb hisoblaydi emasmi? Shuning uchun biz xalq deb turib olay. Shuning bilan u yerga yig'inga qatnashgan yo'ldoshlar bor. Gollandiyadan qatnashganlar bor. Voy, biz degan ilmiy da'vo qilamiz, ilmiy namoyish qilamiz, deb o'ltirib ashada shunday ishlar bo'ldi. Undan keyin u qaytib chiqqandan keyin bir bilet tashlash, u bu bo'lgan chaqda, o nima yo'q, kamp yo'q degan ashtaq so'zlar, munozirlar bo'libdi. Andan keyin voy, mundaq bo'lib ketdi, andaq bo'lib ketdi. Andan keyin u yig'in tugagandan keyin 2 kun o'tganda namoyish o'tkazib turib, uning qarshi turmiz. Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki motam kuni bu deb turib, bir jidallar bo'lib ketdi, to'pladi degan jidal urug'lari. Voy. Yig'inga ular qatnashidi, jidalni biz o'ynaymiz, andan keyin butun boshqa davlatlarni tillaymiz. Voy, hele Turkiyani, hele Arabni, voy tillamagan jidallar yo'q. Kölemleşken namayışlar oldu. Onun dikilla Birleşken Devletler Teşkilatı'nın o devletlerin devletler ara a'zo bo'lgan 1193 aşı devletlerin arasında her xil devletler ara açtıq bir yumlaq üstəlik yığınlar, qararlıq yığınlardan kiyilla namayış yoki o qararlıq yığından aldığı namayış onadaki cidel. Əsli qoyay, Anandikin aşı yılı yana 2019 8. ayının 25. günü Albaniyalık Ulsi efendim bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın orunlaştırışı bilen şu Katarlıktaki bir monçik kişilik hukuk faaliyetçileri olsun, jurnalistler olsun vatanındaki lagerlarını görüp gelip anandikin özü netçe video işlep aşı doğruluk sözledi. Sözlegen degen, vay bu adam degenle asmana püylep olturup, ton degenle keygüzüp, vay doppu degenle keygüzüp, vay oynamagan uyun, anandaki u yerde sözleş gerek, bu yerde sözleş gerek dep durup pul yığış, Arap devletlerine apırıp sözlep beriş gerek, davan tunussun dep durup şundak bir cideller bop getdi. Anadaki haklar, voy bu adamni nima deb uyag apırımız, Birleşken Devletler Teşkilatı a'zo devletler tursa, ular uyag bir demisakmi bütün hemmadan biladi deganlarni degan, san ahchi ko'kchi deb degan tillab poska aytibdi. Onadaki uzun o'tmay, Olsi efendimni degan tillab degan bir tiyinga aqsiz qittildi. Yalgan demaslar yo'ldoshlar, Yalgan demaslar, chunki to'rda turibdi. Voy tilla bo'lib ketdi. Anandikin o tıllaşlardan keyin bu biraz cimaqqanğa hesap oldu mu deyli. Anandikin 2020 yıldakin aslida. 2020 yılı 24 fevralda o 43. növbetlik kişilik hukuk kengeshininki umumiy yig'ini o'tkazilibdi. O vaqtida degan voy namoyish deganni qilamiz. Tezdim pul yığınlar, çedir tikimiz deb turib çedirdi yana tikivetdi. Vay. Anandan keyin bilet tashlash bo'ldi. Bilet tashlashdan keyin Xitoyninki o'miki ivatilgan Xitoyning vakillari nima dedi? Nima yo'q, lager yo'q. Biz ularni tarbiyalash markazi qilyapmiz. U vaqtlarda indigenous people degan gaplar ancha chiqmagan vaqti. Chunki u vaqtida G'ulom Osmon efendim allamaqadan so'zlab bo'lgan, lekin biz tin ichidagi narsalarni izlaymiz, hujjatlarni izlaymiz deb bizga hech nima hujjatni chiqarib baxmadik to'g'ri. Chunki tayyor qilib qo'ygan mana mushtaqdi deb hozir buni suzlashtirishga, suyuqlantirishga urinayotgan odamlar chiqdi. Shuning bilan u yerda anankin lager yo'q degan bilan billat tashlash bo'ldi. Bo'lganki Xitoy yangdi. Yenilik emas shu nimaninki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining motam kuni endi namoyish qilayli deb turib cho'ng ulug'var buyuk bir chaqiriqlarni o'tirdi, tashladi. Anandan keyinchi yana bir mazgil o'tgandan keyin biroz jimiqib qolamizmi, Anarki 2021 yili Prezident Trump hukumati
Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Uygurlar üstünün erkek kırgınçılık yürgüzüvatıdı dep Xitayning cinayetini bekitdi. Anadikela tezden onunğa yığılıpla anadiki 2020'ni ras 2020'ni biz erkek kırgınçılık yürgüzüvatıdı Uygurlarga Xitay dep turup qısak yak medeniyet festivali dep e'lon qildi. Anadiki 2021 Prezident Trump hükümeti Xitayning cinayetini erkek kırgınçılık cinayet ötküzüvatıdı dep e'lon qilsa yak medeniyet kırgınçılığı dep turup yana o'tirg'i chiqib oldi. Näde usul, näde daptutlar ulapa. Anadikin Şarkı Türkistan sürgün hükümeti Xitayni jinoiy ishlar sotiga berish kerak deb turib kuchidi, tirishdi, hozirgacha tirishyapti. Anadikin London soti deb chiqib oldi. Güller deganni aytib degan, oy chang chiqirib degan, bezmi deganni boshlanib ketdi. Xitoy ashxonasi montiyab o'ltagan videolar, rasmlar torni bir oldi. Shunda bo'ldi-a, qarindoshlar. Uni aslatib qo'yay. Anandikin 9-oyning 21-kuni 2021 9-oyning 21-kuni BDT'da 76-navbatlik BDT nima yig'ini, qararlik yig'ini o'tkazilibdi. Onunğa Xitayninki başlığı Xi Jinping, Xi alvasti televiziya orqali qatnashdi bu. Nima Xitoy virusi avjab ketgan vaqt deb turib, u ashunda qatnashdi. Qatnashgandan keyin yana bilet tashlashlar bo'ldi. Tashlagandan keyin, "Oyay, Arab birlashmasi Xitoy tarafda turibdi. Indoneziya Xitoy tarafda turibdi. Anadiki Turkiya Xitoy tarafda turibdi" deb degan, voyay tilla bo'lib ketdi. Anadiki bu degan Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki qari motam kuni aqdi ko'kdi deb degan, jidal degan, oy vatchidan. Bu kalendarni deb beray, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kalendari deb desak o'g'dak. Şu anki Orta Asiyani tillab degan post qaytaratdi. Anadkin hammamizga ayon. Ba'zan ojiz davlatlar Xitoyning bir yo'l, bir balvoq shu siyosatiga tang projektga ovoz qo'shib qarzga bo'g'ib ketgan davlat shundajiq. Hozirgi Indoneziyaning ahvoli eng og'ir. Yuqori sur'atlik tosh yo'lni aslida 51.8 milliard Amerika dollari ishlatilib, mushuni yasab beramiz degandan hozir 25 milliard ishib ketib, 76.8 milliard Amerika dollari qarz azı Xitoyga. Shuning uchun midir-sidir qilolmaydi ba'zan ojiz davlatlar. Ondan keyin o qararlik echilgan yig'inlarda Uyg'urning qaysi bir ishiniga hamda bir qarar oladigan yig'inlardi deb qolaman. Sizlar o'zingizlar to'rbatga kirib, Google degan narsa bor. To'rbatni mushtoq ochsanglar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti deb. Qararlik yig'inlar qachonkan, qanchinchisilarkan, yilda qachon, qaysi vaqtida echiladi bu yig'inlar? Uningda nima so'zlanadi? Anadikin ana o Dolqin Isama aldığı yoğun alqi narsini sim kartoshkasidan ustida nima yoziqlar indigenous people'lar yig'iniga qatnashishni xo'shallik bilan qatnashib keladi u. Ana shu yig'inlar qatnashidi. U alqi motam kuni aqti ko'ktib Uyg'urni tillatib qo'yib o'ynagan bilan o'zi yana o'sha beriverdi. Chunki u vazifasi bor-da. Lekin bizni tillatishmi u vazifa o'xshaydi. Her qatımda ba. Anadaki 2021'ninki keynidan başlap, bir təşviqat olub ketdi. Vay, aşağı Beijing Olimpikni boykot qilmiz deb degan, voy, artist degan shundajıq artistlar yig'ib ketdi. O sizlar qo'shtirmamsizlar, unda qilmasa biz to'xtata olmaymiz-ku.
Lekin aşınınğa aşınca olacak pul acırtıp, mal acırtıp, aşında qıp turib, namayişlarını qılıp degen, voy yo, şunda jiq artistlar payda oldu. Anandan keyin ço Olimpik bo'laverdi 4 fevral mana bu yil. Anandan keyin bo'p bo'lgandan keyin voy u olimpikqa palonchi beribdi, po'kunchi beribdi, Arab birlashmasining ma boshlig'i beribdi, ondig'ichi, mundig'ichi deb. Tillash degan bo'p ketdi. Andan keyin ma yaqinqisi kishilik huquq konsulidagi bilet tashlash u bo'ldi. Indoneziyan tashlab, tillab, voy O'rta Osiyodikilarni tillab, voy bo'p ketdik bir parcha. Shunaqa, men tillamadim. Chunki u O'rta Osiyodagi davlatlar yoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagilar bizning hech nimamizga qaror olgan bir yig'in emas deb o'ylayman u yig'inlarni. Chunki sen o'zingni indigenous people deb turib, aşağı o'zligingdan berib, dokulat berib turib, aşağı a'zo vog'ining aniqo. Anandan keyin ma kongressman Chris Smith efendim Uyg'urlar indigenous people deb turib yo'qlama qildi-ku ya, oldingdagi berib Amerikadagilarga dey. Jimmit o'ltirishding aşağıda. Çavaqçılıp ketkenler vardı, oy, bir çoğun iş yok ketdi deb. Numus degani azroq bilgan bo'lsak, harelishni bilgan bo'lsak, ma davay, yolg'on dava, mushundoq bir yo'linishda ap berilyapti degan gap yo'q. Masalan, indigenous qalpig'i, indigenous people qalpig'ini Uyg'urga kiygizishninki qanchalik ziyini borligi, mushu necha kun ichida ziyini bo'lganligi necha kun ichida o'tirg'i chiqarildi. Ondan keyin u Rabia Qodirning mundaq qilgan keyin, "Voy, buni xopma desa, anandan chiqarib versa, sen chiqarib yetanmaysan." Aniq. Buni elib kelgan ziyni qanchalik, ko'lami qanchalik bilamsa, bir ko'k quyruqni oqinga bekitib olib o'ltirib, bundaq qilib qilsang, mustaqilchi bo'lib qolmaysan. Quyruğunda tulki quyruğun ko'krang bo'lgan bilan oldi tarafında qip-qizil bir nima bor. U o'zingga ayon. Dünya Bankasıdan elib kelgan Xitoy Uyg'urni indigenous people degan qalpig'ini kiygizish orqali Dünya Bankasıdan olgan pullar Uyg'urni setib pul qilayotgan kimlar? Paralel elip bağan oyunlar, o dokulat kaçandan başlangan, kimler koltukkan, aldığı çıkkan adamlar emez. Aldığındaki ismi atalgan var, en çoğun tülkiler kayada. Kaysı rüccetlerinin içinde, kaysı kitaplarının içinde bu nesle yazılıp gitilgen. Neymiş için? Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qayerlerigacha bu narsalar bor. Anadaki nochi olimlar, ismi atilib baxmagan, o'tirg'i chiqib baxmagan heliq olimlarningki ilmiy maqolalarning orasiga nimalar yushiringan aldırmay chiqdi. Biz hech narsani isbotsiz, ya'ni birmisiz o'tirib qo'yib baxmadik. Bire uçurga ega bo'lsak, shu uçurni cho'qim ichidan tekshirib, nimalar nalarga tarqalgan, qayerga singib kirgan, bu indigenous people qalpig'i qanchalik ziyon ekyapti Uyg'urga. Anadaki kimning qulqi qo'shaqidi? Sen o'zingni indigenous people deb turib o'zligingdan aşağı berib tizimlatdingmi yoki qaysi hocang seni junda qilg'izdi, Xitoyning quchug'ida o'ltirib qaysi davoni qilyapsa? To'g'ri, sen o'zing kishilik huquq yoki inson haqlari qilsang, ajoyib bir kishiningki fikr erkinligini to'saydigan hamsa. Bizning fikr erkinligimizni to'saysan-ku. Men san qarashliq davlatda turmayman. Men Germaniyada turmayman. Amerikada turmayman, men o'zimning davlatida turman.
Ondan keyin Oqsaroyga oqishib ketirgan, quruq kirgil olmaydigan degan ovozlaringlar bor-ku. Eng qisqasi Norvegiyadan deb ketdi. Shu parlamentga kirgancha quruq qo'l kirgil olmaydigan deganlar voy. Ovozing turibdi ayada. Yeni Zelandiya'nın tutulğanlar bağı ile siyasi sahnedekilerge iyanı qıldık dep turib, maqsadlik iyanı qılgan Xitaylarnınki cinayeti bekitilganligi. Şunun o'xshash, sen gepingga egil olsang, bir kuni chiqadi bu narsa o'tirga. Biz hech bo'lmaganda Uyg'urning qarshisiga chiqmadik. Biz o'zimiz shaxsiy nomimiz bilan Uyg'urniki xalq harakatini qilyapmiz. Biz erkinlikni, fikir erkinligininkidan nima deb bunchalar qo'qidi, bular to'tputi o'rib qoldi. O'zing qo'l qo'ygan narsaga o'zing nima uchun e'tirof qilmay, tenib elish, onadiki hali qig'dak hujjatlar, Aql o'tibasanglar, hech nima bilmaydi deb qolma. Yer qandoq narsa u arxiv bo'lib saqlanadi. Bütün dünya xarakterlik mayli Birleşken Devletler Teşkilatı'da olsun, yoki Amerika'nınki parlamentga topshirig'ining bo'lsin, yoki ma'lum bir davlatlarningki qiyiq yasab turib, teyilib kirgan ilmiy maqolalaringlar bo'lsin, to'g'ri yurilib ketgani yo'q. Hamma narsang turibdi. Eng qisqasi savossiz, Uyg'urni savossiz. Savossizlikdan qutqizish bir ilahi voqea bizningki. Voy, heliq kitobning ichidagi narsa, Oy, To'lqin Iso apandim noyda buyuk bir ishlarni qilib ekan. Bizning vatanda shu savossizlikdan qutuldirishga olaydi bir ulug'vor haslarni qo'shgan odamga. O zotni rost endi tunyapmiz. Bu kitoblarni ravus o'qib baqsanglar, burunlarda hech kim inglizcha bilmaydi deganmi Uyg'urlarni yoki qandoq bilmadim. U vaqtlarda bilmagan bo'lsam hozir mayli qanchalik qatma-qat kontrolliq ega kitob setib-olishning qanchalik taslikda bo'lsa-mu kitoblar setib olinib, o'qilib, qurqurlar tur-turlarga ayrilib, nimishlar bo'lgan o'zing yozgan kitobda nimalarni deding? Mayli sen vaqti kelganda o'zing javob berarsan yoki javob bermazsan, javob berishingdan vojib o'zing yozibsan kitobni. Shuningga qarindoshlarim, ba'zan narsalarni elaqa da'vogar sus bo'lsa qozi muttaham bo'pti deydi. Ba'zan narsalarning oqida yepiq shaklda noyda ig'ir jinoyatlar uyushtirilgan, sodlar uyushtirilgan. Amerikadan kongressman chiqib o'ltirib indigenous people sizlar desa turg'inini bir Uyg'ur chiqib aşağıda mö deyanmagandikin Xudoyim tova. Hayron qolarlik. Uyg'ur shunda madaniyatsizmi o bu deb desak, azayliqqa madaniyatlik o bu deb sana yumshaqlik tatliqni og'zingga sap qo'yib turib, biz madaniyatlik, biz ani qurgan, mani qurgan degan bilan sen nima ish qilyapsan? Ash puldan naftin kechamay Uyg'urni setib yeyish. Bir top cho'shqi var Amerikada. Ko'rayotganlar olsun mayli, bir top sorun cho'shqilari. Anadikin puhraviy xoinlar. Dumbaq deganda chap berdi. Shuning bilan deb qo'y, bunda qoptimiz. Birleşken Devletler Teşkilatı kunda degidek yig'in. Ba'zi vaqtlarda oyda ta'til bo'lganlarda damilish bo'lsa, yig'in echilmagan bo'lsa, qaytib kelgandan keyin yig'in degan bo'lishi yig'in. Anaki o yig'inni qilsa bir mo'j pul kirdi. Onunga mulozimat qildi ekan yig'inga. Tarjimalarni o'rinlashtirib, o hujjatlarni tarjim qilib berib berdigan ishlar. O bir kirim. Anan u yerda yig'in oshiqlari qatnashmay deydigan bo'lsa 24 soat yig'in bor ekan. Ba'zan kunlarda berib yetvasi bo'ldi aşağıda. Lekin biz davomliq bu ish bo'ldi, qarorlik yig'inlar bo'laverdi, tillashlar bo'laverdi, oyoqlashmadi bu til. Bu qutuluş yo'li ustida izlanamdiq yoki tinmay Arab birlashmasini tillab, Turkiyan tillab, yan tillab, buni tillab o'tiramdiq. Sizlar o'ylab beqinglar, agar tillagan odam
aşı devletin avatkan pullarınlarçı. Elgi zakat pulları, anadaki muş kurban yettik, kurbanlık koyunun pulları, kığdek elgi yaşavatkanlarçı. Aşların avatsa Müslüman ellerden, Pakistanlıkla kanmıdıqsıla anmağan, elgi neçi 2 kilometr, 3,5 kilometr kegdek ağamçilik tizilip ketken elgi tilemçilikninkiga. Soğudu boğaşqa buludu. Türkiye'de maş nәнәләрдән aşağı onundan tilep yavatkan. Hazır Türkiye devleti ilqi vatandaşlıqni içivetdi. İçivetkendikən ticaretler bize sel pasaydi. Orta Asiyaga setiş bilen hazır. Orta Asiyadaki şu en müştaq nime gep qağanlarga şu vatandaşlık setiş degендek. Hey, oylap beqinglar, hey, sizlarmi ölüp gitsizlar, xuddi menmi ölüp gitime? Hammadam ölüp gitdi. Oyada agar so'roq bor desek, agarda, uningga bir ishonmasangmi deyli, odamning balları tatib qoladi. Balları tatib qoldi. Aciz bo'lib qoldi ballar. Yoki qiyirganda so'rilib gitsan. Bular tövbe qilishni mayaqda qap qolsin. Hech bo'lmagani fikr erkinligini bo'lsinmi? Sen qilayotgan shu kishilik huquq, sen qilayotgan shu erkinlik deganlarnikiga, inson haqlari deganlarning ichida mushu men so'zlayotgan mazmunlarning hammasi bor. Fikr erkinligi mening haqqim. Allah bergan haqqim, men mushu davlatda, mushu hukumat, nuriga hukumati bergan haqqim meniki. Sana savol qo'yamiz. Anandaki her yerlerde yaqında yığın akıketi biletni mandaq taşlap tutup bu anda devletlerin tıllaşılan bulduğun gap. Anandaki yeni bir yer kelgen çağda anandaki adamlarını tıllaydıgan gap. Özağına mak qılgan cinayetini yögep turup pah. Pakızlaşqa diqqatimizni çeçip oldurup haqni tıllaşılan. Devletlerini tıllaymiz ha, yani kelip vay. Pul dese lekin vay Anan dadağını setip oturup aşılarda aşı sentiligan devletlerden pul hep kaçtayızdı. Şunun için uykumuzu azrak içip, azrak, akınızı öğretmiş neçe yıldan aldı dikiler. Hiç kaçsın emez. 2018'den başlap niki qarap yakın kançılık cidal maciralar oldu. Anadaki cevap ver kişi şu Uygur öyüge niki hisabatını be Uygur öyü doğruluk, anadaki indigenous people degen kandak Kırgızdın, kimsini yetekledi, dep, çıraylık yakağında gep anlamadı, tılını anladı, anadikin vap şarkılarını oturga taşlap koydu. Cevap vermesili oldu. Bir top çoşku var, sorun çoşkuları. Cevap verir, manda deyim, öydü manda kımısla, çoğun dursa, ah olsa, kök olsa, sizler kımamışlar, biz kıkanı sana demeymeyiz. Sana desek qanda buldu? Aş düşük kırsa, gül soğuk qılımız, iş bomba qılımız, akış qılımız. Əməliyyatda hakimiyet beşidiki partiyalar, o bola, hem nersə xəbiri var. Hər qandaq nersə xəbiri var. Seninki gülünge, senin akışınga ihtiyaclı oğanlar kimler şular? Uykumuz azırak açaylı. Tıllaştın ilgiri men nemiş kıldım? Bizni yetilep aş Birleşken Devletler Teşkilatı'na ekirgenler kimlerdi? Orta Asya'daki devletler mi? Ya ki kaç devletlerdi degen neslimde bir sual koyup ekip cevabını izlep bulup anan deken tıllısan mı ülgürse ma tıllaşka haqlıq mı men degen nes üstüde azırak oylanıp baksan buludu. Oyey ayaqdan tıllap bulup Rabia Qadr mındaq qıgan dep bulup anan deken belki mındaqdı andaq qalıqı suyuqlandırışını çıqaray şeytan. Bazen celava pişanist yoğun cedep çaplaqlıq. Hiç qandaq tarixini jüvitemeyse şunu için hoşundan tepip bırak bir nəs sözler. Bugün sözlüğüne ona ert sözlüğüne özgergen bilen hem bir nəsini uqub durmaz ma senin qapak olgan bilen sen pul üçün midravatqına olan bizden qapak emez. Ni ballava. Kömegeni kördü, anlamağını anlaydı, izdimegeni izlenip durup, sen ağzını tayınıp durup azraqla, xahnikini yedim bir yerini tutuyulup qığına olan,
işçiden işkirlep durup tekşürüp ızdınıp qezip tekşürdiğen ne Uygur erkekleri var, kızları var, balalar var. Bilib al. Bilmisun desen, qınmaysa, Uygurni jidalga akirmaysan, charchatmaysan, vatandagilarning holi qandaq? Vatandagilar bilami sening mushta setib yavatqiningni. Indigenous people qivatganlaringni vatandagilar bilami? Aşı biçarlar qandaq qilib turib, mushu Xitoy ashni indigenous people degan qalpoqni pulga aylantirib, xalqaro banklardan pul elib turib, nimalarni qilayotganini Dunyo bankisidan pul elib turib. Nimalarni qilayotganligini bilami Uyg'ur? Yolg'on ocharchilik o'yinlarini o'ynashding. O'ynab yiqib anandagi oldinga kongressman chiqib o'ltirib indigenous people desa, o'ltirishding ashada. Yüzün işekning qo'ngidakli haqqay ba'zan birlaring. So tijoratlaring degan iqib ketgan, oshxon deganni ichib etgan, do'konlaringga yivudin yana bir yerdan mollar degan to'shib ketgan. U lozung bu lozunglardan pul yo'tkab qashlayotgan eliqi shohidlarimiz var, ha? Rahmat sizlarga qarindoshlarim. Eğer bir iş buluştan ilgiri azdırak aqlınızga biraz öğürülüp durup oylanıp baksanız, tekşürüp baksanız ya ki siz Facebook'larınızda işim çıkarmağanlar bolsanız hiç bulmaganda aşı Google degen narsa kirgizip azdırak tekşürüp baksanız muş neçe yılın yaqı boğan jığıllar, tıllaşlar, anadaki kirgizmedi, aqıldı, köqıldı dep yani kirip atkan işlar. Nima işlar? Qarab beqin. Meyani işletkensiz azraq olsun işleydiğen buldu dep oylayman adam. Meyli qanchalik asrab turib kessakmi o dünyada barbir topuna astır qalamiz. Rahmatlar qarindoshlarım, biraz o'ylanib ko'ringlar deganga so'zlarimni. Aman bo'linglar.